Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köygüçüler. Körüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık xabarlar programması. Mezkur programımızda ötken hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Aldınғы kuni Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda Urumchi shahrining Yengishar rayoniga qarashliq G'arbiy Xibey yo'li aholilar komiteti chiqargan bir alohida jadval oshkorlandi. Mazkur jadval nomor qo'yish usuli orqali Uyg'ur aholilarining siyosiy jihatdan ishonchlik yoki gumonliq ekanligini baholashda ishlatildi ekan va maxsus arxivda saqlanadi ekan. Urumchi Yengishar rayonlik millatlar va diniy ishlarni boshqarish idorasidagi mas'ul xodimlar radiomiz ziyoratini qabul qilib, mazkur jadvalning rostligini dalilladi. Misr hukumatining o'tgan haftadan buyon Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarini tutqun qilib, ularni Xitoyga qaytarayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Tutqundan qechib boshqa davlatlarga ketishga majbur bo'lgan Uyg'urlarning Misrdagi aydirim va chegara punktlarida davomli tutqun qilayotganligi oshkorlanmoqda. 13 iyul Amerikadagi Uyg'ur yoshlari Misrning Washingtondagi elchixonasi oldida yig'ilish va namoyish o'tkazib, Misr doiralarining inson haqlariga qarshi qilmishlarini qattiq tanqid qildi. Muhojiratdagi Uyg'ur naposining ko'payishiga ergishib, ularning o'z farzandlariga ona til o'rgatish qizg'inligi borgan sari kuchaymoqda. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur ana til faoliyatchisi Abduvali Ayub boshchiligidagi 7 nafar Uyg'ur faoliyatchi ziyoli birlikda tuzgan Uyg'ur oila ma'rifi qo'llanma Elipe nomli kitob yaqinda Istanbuldagi Seyir bolalar nashriyoti tomonidan nashr qilindi. Uyg'ur ana til tadqiqotchilari mazkur Elipe kitobiga yuqori baho bergan. Turkiya Ege Universitetining professori Olimjon Inoyat bilan Qozog'istondagi Uyg'ur tilshunoslaridan Ruslan Arziyev mazkur Elipening yangiliklarini ma'lumlashtirdi. Xitoy doiralari masjidlarni idora qilishda hozirga qadar o'zlari ishongan diniy zotlar bilan yerlik Uyg'ur kadrlardan foydalanib kelgan edi. Albuki yaqindan buyon Xitoy doiralari Uyg'ur elidagi masjidlarni nazorat qilishda musulmonlarning diniy qoida usullarini qayirib qo'yib, Xitoy kadrlarini masjidlarga kirgizayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yerlikdan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir kanat sekretari Qashqa Yengishar noyisining Yapchan bozor 8-kantidagi Xitoy sekretari Gingmingning bu yillik hayit namozida masjidga kirib imomdan burun so'z qilganligini oshkorladi. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu yil 5-oyda e'lon qilgan bir dokladida Xitoy hukumatining hozirgacha turli nomlar bilan Xitoydagi 40 million kishining DNA avrishkisini yiqqanligini oshkorlagan edi. Buning ichida Uyg'urlar butun millat gavdisi bilan Xitoy hukumatining DNA avrishkilarini yig'ish obyektiga aylangan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, Uyg'ur diyorida o'tgan yildan buyon 17 million 500 ming kishining salomatligini tekshirib, shaxsiy uchurlari kompyuter sistemasiga kirgizilgan ekan. Xitoydagi organ tijorati haqida tekshirish olib borgan jurnalist Ethan Gutman apandi Xitoy hukumatining DNA avrishkisini yig'ish harakatining organ tijoratiga chetishlik bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Bosh shtabi İstanbuldagi Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 8-iyul kuni 9-navbatlik Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi o'tkazildi. Bu qitimliq uchrashishga 14 davlatda yashayotgan Uyg'ur jamoatidan 140 ga yaqin vakil qatnashgan va 15 tema bo'yicha yumaloq ustal suhbat o'tkazgan. Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan Makka Mukarramdagi Uyg'ur ziyolilaridan Sirojiddin apandi bu qitimliq uchrashishning ahamiyati haqida fikr bayon qildi. Hürmetli televizyon köygüçüler, yukarıda Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasının haftalik xabarlar programmasını ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.